года. Его рост 1,74 сантиметра. Вес ровно 66 килограмма. Тренер Тимур Лорд Кинтанидзе. Он мастер спорта по боксу, чемпион Грузии по боксу, призер Европы, участник Олимпийских игр, профессиональный рекорд. 16 поединков, 9 побед. Представляющий УТАИС Грузия. Мераб Turkadze. Merab Turkadze eşliğingiz Европа чемпионы, Грузия чемпионы, Olimpiya o'yinlari ishtirokchisi. Его соперник красный угол, бойцу 30 лет. Его рост 1,72 сантиметра, вес ровно 66 килограммов. Тренер Мухаммад Юсуф Наджмединов. Он мастер спорта по боксу, чемпион Европы и чемпион мира по боксу среди профессионалов. Профессиональный рекорд бойца: 17 поединков, 16 побед, 15 нокаутов. Представляющий Бука, Узбекистан. Jamshidbek Najmedinov. Eshitdingiz, demak, birinchi raund. O'ng qo'lda yelkaga tegdi ushbu zarba, ammo his qildi Merab Turkadze. Ushbu zarbani ring markazini egallagan Jamshid shoshmayapti hech qayerga. Shoshga hojat ham yo'q, professional boks bu. Biroz yengilroq vaznda qatnashardi. Turkadze yaxshi kutib oldi hozir jab zarbasi bilan. O'ng qo'l yon taraflama chapaqay har ikkala bokschi bundan avvalgi jangdan farqli o'laroq. Raqibini nimalarga qodir ekanligini chamallab ham ko'rmoqda Najmedinov. Qorin qismiga zarba. Zaif nuqtalarni axtaryapti, qidiryapti Najmedinov. Kuchli zarba egasi Najmedinov. Ring markazini egallab oldi. Raqibi ikkinchi raqam bo'lishni ishlayapti, kutib olishga harakat qilmoqda. Qorin qismiga zarba. Chap qo'l, o'ng qo'l himoyani yordi, ammo u yog'iga chap berishga muvaffaq bo'ldi Merab Turkadze. Qorin qismiga zarba. Jamshiddan yaxshi kombinatsiya amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi gruziyalik bokschi. Qochyapti, hozircha chap beryapti. Tashlanmasligi kerak ekanligini Jasur Jo'rayev uqtirmoqda tinmasdan. Borada esa birinchi raundning so'nggi daqiqasi boshlanmoqda. Endi chap qo'lida mana bunday zarba. Kuzatgan ekan, ana shu Jamshidning o'ng qo'lidan biroz ehtiyot bo'layapti Merab. Jab. O'zidan uzoqlashtirishga harakat qilib ko'rdi gruziyalik bokschi raqibni. Endi zarba o'tdi. Qorin qismiga his qildi buni Merab. Chag'ituvchi harakatlar bilan masofani qisqartirmoqda, quvyapti ochishasiga hozir raqibni. Ring burchasiga, ring chetiga taqab olishga muvaffaq bo'ldi. Ammo Merab biladi Jamshid o'ng qo'lida hukni ajoyib tarzda amalga oshirishi mumkin ekanligini va tinmasdan o'ziga nisbatan o'ng tarafga harakat qilyapti. Birinchi raundning so'nggi soniyalari. Chap qo'l otdi zarba. Qorin qismiga ortidan birinchi raund yakuniga yetdi. Tezlik bilan qanasini to'liq qaytira olgani yo'q. Zarba juda kuchli bo'lishi uchun oyoq harakat etishmadi bu yerda, to'g'ri qilib aytadigan bo'lsa. Yaxshi ikkilik zarbasi o'tdi Merab. Endi ortga bu qadar chekinmayapti, ammo mana bunday zarba o'tkazib yuborgandan keyin balki kim biladi mo'ljallayapti. Qo'lini pastga tushirgan holda har ikkisi bir vaqtda zarba yo'lladi-yu. Merab Turkadze
o'ziga quladi. Hisobni ochmoqda referi. Hammasi joyidami? Joyida bir vaqtda ikkalasi zarba yo'llashdi. Atayin borgan edi Jamshid mana shu zarbasini yo'llash uchun. Raqib yaqiniga bu birinchi knockdown. Hozircha chalg'ituvchi harakatlar Najmiddinovdan. Qorin qismiga zarba. Javob qaytaryapti Najmiddinov. Raqibi endi ochilmasligini yaxshi sezib turibdi Najmiddinov va shu sababdan ham pinchetiga taqab olishga harakat qilmoqda uni. O'ng qo'l, chap qo'l qo'llar orasidan hozir to'g'ridan yo'llangan zarba qisman o'tdi, mo'ljalga bordi. Himoyadan o'tadi, ta'sir qiladi ana shu zarba. Yana qo'lni pastga tushdimi? Demak, qandaydir kombinatsiyani amalga oshirishga harakat qilmoqda Najmiddinov. Yana qisqartiryapti masofani, yaqinlashtiryapti. Raqibni o'ziga chorlayapti. Harakatda bo'ling pastdan. Bir qancha jab. Yana o'shanday holat, ammo bu safar Najmiddinov o'z zarba o'tkazib yubordi. Mirab Turkadze o'z kuchini ko'rsatyapti. Joyda turgan Najmiddinov yana raqibi nimalarga qodir ekanligini chamallab sinab ko'rdi. So'nggi daqiqa ikkinchi raundda bir knockdown ko'rdi. Qora qismi, bosh qismi qo'lni pastga tushirdi. Mirab bu degani zarba o'tdi. Zarbani his qildi. Jigariga. Og'dirdi. Qo'llab qo'chash boshlandi. Mana shu jarayonda Jamshid Najmiddinov raqibiga ochiq jangni taklif etyapti, ammo Mirab anoylardan emas. Qo'llar ustidan zarbani yo'llashga harakat qilmoqda. Solih harakatlar. Yopiq jang baribir Mirabda. U tavakkal qilmaydi. Tavakkal qilish qanday oqibatlarga olib kelishini ko'rdi bundan avval. Mana shu raundning o'zida va ikkinchi raund yakuniga yetmoqda. Anchagina qiziqarli jang. Ko'ring. Bir vaqtning o'tida yana bir bor ko'ramiz. Ikkalasi zarba yo'llashdi-yu, ammo Jamshidning zarbasi aniq emas. Kuchliroq chiqdi-da, qadrli do'stlar. Kuchliroq. Uchinchi raund. Biroz tezlik qo'shgandek, ammo hamon Mirab masofani to'g'ri his qilishni davom etmoqda. Tashlanmoqda Jamshid. Tutib olishga harakat qilyapti. Raqib qochyapti. Mana qo'llar ustidan qorin qismiga zarba. Raqibi chiqib ketmasligi uchun ham mana shu masofadan hujumni davom ettirgan edi. Tajriba Jamshidda yetarli darajada bunday vaziyatlarda. Jab. Qorin qismi, bosh qismi zarba o'tdi. Biroz oxirgisi mana shu chap qo'lga yetib bormadi. Mirab ham ochiq jangga kirishib ketdi. Muxlislar qo'llab-quvvatlashni boshlashi bilan Jamshid yonmoqda. Najmiddinov faollikka faollik qo'shyapti. 8 raund jang reglamenti. Og'ib ketdi. Albatta zarba natijasida emas. Qorin qismiga yana bir zarba yo'llashga muvaffaq bo'lmoqda. Ulayapti ochiqchasiga raqibini. Farishta havaskorlar o'rtasida Yevropa chempioni. Clinch. Uchinchi raundning so'nggi daqiqasi boshlanish arafasida.
o'tdi zarba. Ammo turibdi oyoqlarida. Juda kuchli emas, ya'ni chap qo'lni hali ishga solgan shay yo'q to'liq. Najmiddinov va o'ng qo'l ko'p o'tmayapti Najmiddinovdan. Muxlislarni jonlantirishga o'tdi Najmiddinov. Ochiqchasiga hujumga o'tyapti. 40 soniya vaqt bor 3-raundda. Yana bir zarba. Cholyapti raqibni o'ziga ochiq jangga, ammo raqib uni klinchda bog'lashga harakat qilmoqda. Jangni kuzatishda davom etamiz. 2ta zarba, uchinchisi. Mana endi ishga kirishdi Najmiddinov. O'ng qo'l zarbasi o'tdi, biroz qalqitdi raqibini. Yo'q, eshiting. Yunusobod sport majmuasiga yig'ilgan muxlislarni. To'rtinchi raund. Jamshidni qo'llab-quvvatlashda davom etmoqda. O'tadi. Himoyadan ham mana shunday zarbalar, buni yaxshi bilamiz. O'ng qo'l yon taraflama zarba Jamshiddan. Endi kuchli yo'llashga imkon bermayapti. O'z vaqtida masofani qisqartirib yoki uzoqlashtirgan holda Merab Turkadze. Lekin bularning barchasi himoya. Jamshid uzoq raundli janglarda ko'p ishtirok etgan. Funksional holatiga menimcha katta muammo bo'lmaydi. Jamshidda kuchni ham to'g'ri taqsimlayapti. Kerakli paytda o'sha jangni tempni oshirib, kerakli paytda biroz nafasni rostlagan holda Najmiddinov Turkadze hozircha butun strategiyasi hozircha himoyaga, ya'ni himoyalanishni o'ylayapti. Balki qanaqadir jang olib borish kerak. Raundning yarmisi ortda qoldi. Chap qo'l zarbasi. Yana qorin qismiga, bosh qismiga, lekin barchasi himoyaga. Najmiddinov. Mana bunday ochiqchasiga hozir jangga tashlanyapti. Boshni balandroq ko'tarish kerak. Qo'lni ko'tarish kerak ekanligini uqtirishyapti sekundantlar, ammo Jamshid nima qilayotganligini bilgandek oldinga qarab bormoqda. Bog'layapti Merab Turkadze raqibini, bog'layapti. So'nggi daqiqa. Jab zarbasi. Qorin qismiga zarba. Qo'l yana tushdi pastga. Bosh qismiga anchagina kuchli zarba yo'lladi-yu, ammo turyapti. Boshni balandroq ko'tarish kerak ekanligini. Merab mana shu masofani uzoqlashtirish va qisqartirish borasida himoyaviy uslubda yaxshi ko'rsatishiga bo'lmaydi. O'tdi yana bir zarba. Qorin qismiga ancha kuchli zarba. Turkadze oyog'ida. Cross o'tdi. Qorin qismi biroz beldan past qismiga zarba berib yuborganda, albatta referi buni ko'rdi. Darhol e'tiroz bildirdi Najmiddinovga va 4-raund ham yakuniga yetdi, qadrli do'stlar. 5-raund. Jang o'z ekvatoridan o'tdi. Yana hamon ring bo'ylab harakatlanishda davom etmoqda Merab Turkadze. Najmiddinovdan barcha nokaut kutdi. Kutib olish kerak raqibni. Bunday yaqqol himoyada jang olib borayotgan raqib oson ish emas. Hozir jangga referisi yana bir bor ogohlantirishi mumkin. Gruziyalik bokschini
Jangga chorlayapti Najmiddinov. Jab zarbasi ikkinchisini ancha og'irlik bilan yo'lladi-yu, ammo mo'ljalga yetib bormadi Najmiddinov. Bu kulashga harakat qilib ko'rmoqda. Yana ikkilik zarbasi. Qorin qismiga zarba yo'lladi, o'zi o'tkazib yubordi. Ammo bu zarbani juda qattiq his qila boshladi Merab Turkadze. Jigariga qanday zarba yo'lladi, ovozini eshitdik. Turyapti o'rnidan. Go'zallik bokschi turyapti o'rnidan. Hozir himoyada ham bu zarba o'z kuchini ko'rsatadi va Jamshid yana o'sha nuqtaga zarba yo'llamoqda. Hali og'riq ketmagan holda Turkadzeni qo'lni ushlagan holda yana yiqilyapti va yana hisob ochilmoqda. Og'riq bor. Is ham qolibdi qornida. Va bo'ldi. Jang yakuniga yetmoqda. Jamshidbek Najmiddinov endi ochig'i shubha yo'q. В этом поединке победу техническим нокаутом Техник нокаут. одержит борец из